Assalomu alaykum vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishimiz bo'yicha reysiy avtobuslarimiz bilan ikkinchi pasatga jarayondamiz. Nima deysiz opa? Haqiqatan shu oq avtobusmikan? Men gapiryapman. Shu oq avtobus Toshkentga ketadigan avtobusga chiqdingizmi? Boshqa avtobusga nima qilib, yo boshqa joylarga jo'natib yubormadingmi mashinada sizni? Yo'q. Siz nima deysiz opa? Men o'shanga chiqdik biz, ha. Mana to'lsa to'lmasa ketaverasizlar. Xohlasizlar yonboshlab, bu katta monitorlarda videolar qo'yib beramiz. Amazonni ko'rib ketasizlar mana. Boshlig'i qalay bir aylanib, dam olib qaytib ketyapsizmi? Dam olib qaytib ketyapmiz. Turizmda $1000 sarflab chetga borib dam olishyapsiz. Siz mana ikkita davlatni ko'rib ketasiz. Rossiyani, Qozog'istonni ko'rib ketamiz. Kelaverasizlar. Yaxshi, sharoit yaxshi. Mana bunga ham Hozir endi ochishiladi. Keyin qo'yib bergan.